Himmetingdin, gayretingdin öl lekin ayrılmıgıl. Haqliqin bilgen yolundan canını ber, qayrılmıgıl. Mani in köp bolsumu qorqmay üzüp aldınğı bas, tağı teş, derya uluğ. Sözlerge sen tan qalmıgıl. At özağını bəkrige, ya qarıq bol, ya tap göher. Şir ne yolvas gibi, baskan izindin yanmıgıl. Töt taraf yav hovluşup, 8 taraf tığtanlısa, ilişip kanğı boyal, namusunu hergiz satmıgıl. Abdülhalik Uygur'un acayip isil şiiri varken toq. Ta şu Xitayın Komünist Partiyi pattırıp etadigan bir şiir ekan qarindoshlar. Bo'pti, gapimizga boshlaylik. Men o'tgan hafta Amerikaga yangi kelgan Uyg'urlar to'g'riliq, yangi kelgan Uyg'urlar jiqlari yo'llarini bilolmay qolibdi, ba'zilari burun kelgan Uyg'urlar bilan xaplashib qolibdi degandek bir mo'jizlar ekan. Bunda qarindoshlar, men uzun bo'ldi mushu aldirash bo'lib ketib o'zimning ishidan qilayotgan savob ishlarim azlab ketgandek his qilib qoldim. Endi bu dunyoda Xitoy Komünist Partiyasiga qarshi kurash qilishdimmi bekerak savobli ish topolmadim qarindoshlar. Mencha endi biz Uyg'urlar uchun eng cho'ng farz Xitoy Komünist Partiyasiga qarshi mujodala qilish. Endi men bu yerda yangi kelgan Uyg'urlarni siyosatga qatnashganlar vatan uchun namoyish qiladi demayman. Lekin mushu Uyg'urlar Amerikaga kelsa, Yevropaga borsa, kuchli bo'lsa, boy bo'lsa, muvaffaqiyat qozonsa, ba'zilari bilim insonlari bo'lsa, ba'zilari balki ileride askar bo'lsa, general bo'lsa, bu Xitoyning cho'kishi vaqt masalasi. Xitoyning shu cho'kish masalasi kelgan vaqtida, vaqt kelgan vaqtda, garchi nurg'un Uyg'urlarimiz hozir kurash qilmagan bo'lsa-mu, ama mushu Xitoyning hokimiyati mushundaq bir lapangishib qolsa qarindoshlar, bu nurg'un Uyg'urlarimizningki, nurg'un Uyg'urlarimizning, uyg'urlashgan Uyg'urlarimizning uyg'onib Xitoy Komünist Partiyasi qarshi, tajovuzchilarga qarshi kurash qilganligiga ishonma. Bo'lg'isi vatanimiz Sharq Turkiston Cumhuriyati mustaqil bo'lgan vaqtida bizning bu shu siyosatchilarga emas, bizningki olimga yoki bo'lmasa tijoratchilarga yoki bo'lmasa bilim odamlariga, har xil ixtisos egalariga ehtiyojimiz bo'ladi. Demak, vatanimizdan ayrilib, Amerikaga kelib, Amerikada atugumush yo'llari ichilib, har soaga kirib, shu soalarda muvaffaqiyat qozongan Uyg'urlarimiz Xitoy Komünist Partiyasiga patriotik ishlam emas. Patriotik bo'lgandan keyin, vatanimiz mustaqil bo'lgandan keyin, shu mustaqillik bo'lgan vatanimizni qayta qudratli bir Uyg'ur davlati qilib qurib chiqishda mushu insonlarimizningki nihoyatda muvaffaqiyatli yoki muhim rol o'ynaydiganligiga ishonmay qarindoshlar. Shunga savoblarim azlab qolgandan keyin shu savob bo'larmikin deb qaytadan hamda Uyg'urlarga muncha xizmat qilay deb chiqishim. Bu siyosiy bir ish emas, lekin siyosiy bir ish emas degan maqsad hamda bu qizat yangi bir tashkilot qurib bir rais bo'lgan ish deb o'ylab xato tushunib qolmanglar. Buningki hamda shu Uyg'urlarimiz kuchli bo'lsin, muvaffaqiyat qozonsin, boy bo'lsin degandeklar bir narsa shu. Bu iqtisodiy jihatdan Uyg'urlarning yuksalishi. Shunga nayt jiq Uyg'urlarimiz yaxshi ko'rdi shu fikrimni. Oldimizdagi yakshanba kuni to'xtab turgan kalendarim qarab boqay. Oldimizdagi inshaalloh 22 числа yakshanba kuni men shu Virginia vaqti soat 10:20-11 atrofida qo'yib qo'yman linkini. Zoom'dan bir nima o'tkazay, bir seminar beray qarindoshlar. Anaki shu seminarimda sizlarningki savollaringlarni javoblayman. Mushu videodan tang men bir link qo'yib qo'ymadim, bog'lanish. Shu bog'lanishga kirib, isminglarni, nimalarni, familiyanglarni, email adresinglarni, telefon nomeringlar, turish davlatinglar, sharinglarni yozib, andan keyin savollaringlar bo'lsa so'rsanglar, shu savollarga qarab, chunki men u yerga kiriblar, meni bunday gaplarni degim bat emas, men bolalarningki, yangi kelgan yoshlarningki, qarindoshlarimizning mundaq dardlari, mundaq problemlari bor deb, shuni ko'rsam, shuni qarab men bir hafta tayyorlik qilib, 1-2 soatlik men seminar qilib beray. Andan keyin uzrab ketib qolsa, yana davomli qilsam bo'ladi. Lekin bu mushta boshlaylik endi. Chunki bu Uyg'urlarningki kuchli bo'lishi kimni beyaram qildi? Xitoy Kompartiyasini. Shunga Xitoy Kompartiyasini beyaram qilgan shu bo'lsa, savob qarindoshlar.
Şuna şu program qatnaşmoqchi bo'lsanglar, linkini to'shqizib qo'yinglar. Buning biraqlamaligi Amerikadan bo'lishning hojati yo'q. Kanada bo'lishi mumkin, boshqa Yevropa davlatlarida bo'lishi mumkin. Shuni to'rdan qilaman. Uyg'ur markazida qilay desam, bo'liqi Kaliforniyada Uyg'urlar ekan, boshqa yerlarda Uyg'urlar ekan, biraqlam to'rdan o'tkazay bo'ldi u yerni. Bijmo'chi nim qilib odamlarni yig'ib to'plab qilib bo'g'ichi nim vaqt ketadi. Vatanda yangi chiqqan Uyg'urlar bor ekan. Amma sizlarmi bo'liqi mening bo'liqi bekor bir odamni ish bilmaydigan bir mijozim yo'q. Vatandan yangi chiqsam eski bo'lib qolmaydi. Chiqinglar muborak bo'lsin. Sizlarmi menga o'xshash erkin bir davlat chiqibsizlar. Agar sizlarning yangi chiqqan Uyg'urlarning qatnashganlar bo'lsa, qatnashaveringlar. U yerda asosan siyosiy jihatdan so'z bo'lmaydi. Ansirmanglar. Mening maqsadim bir kuni Xitoy o'rlib tushsa, men vatanni quradigan Uyg'ur lozim. Shunga sizlarni kuchli qilishinglar men uchun muhim. Shundalarmi qarindoshlar? Shunga linkini qo'yib qo'yma. Oldimizki yakshanba kuni men inshaalloh eng az bir 3 soat vaqtimni chiqarib, seninki savollaringlarga javob berma. Amerikada muvaffaqiyat qozonish to'g'riliq fikrlarimni so'zlab berma. Qarindoshlar, shu yerda fursatni qochamay qatnashinglar bu seminarga. Anandan keyin buni YouTube'ga chiqarmayman. Shu qatnashinglar. Qatnashmasanlar mayli. Shunga bir haftadan burun deb qo'ydim. Ikkinchisi qarindoshlar, ism familiyalarga qizil chapan yeshilishdan degandek mazgaplarni qilsanglar, sizlarga Zoom linkini avatmayman. Shu o'zinglarning ismini yozinglar. Uni deb qo'yay. Boshqa gap yo'q qarindoshlar. Inshaalloh seninki foydanglarga tegib qolar. Inshaalloh Xitoyning tishig'ini tegib qolar. Oldimizgi shanba kuni Yevropada qanday bir muvaffaqiyatli hayot qurish to'g'riliq o'zimninki ojizona Allohning bergan tajribalari va bilimlari asosida sizlar bilan ko'rishaylik inshaalloh. Allohga emanet.